xuddi shunaqa yashil Jiguligim bo'lgan. 958 mahallada menimcha hamma biladi. Shularni balon qilib, qo'ylarni ortib, shunaqa so'yib yurardim. Onasini ham kuniga 8 ta 10 ta zakaz o'tkazardim. Bitta o'zim 8 ta 10 ta o'sha Jigulida yurib zakaz o'tkazardim. Bir kun bitta yomon ish bo'lgan. Buni endi aytib beraman sizlarga. Bir kun bitta joyga 4 ta qo'y ortganmiz. Nikitina, Maxim Gorkiy ish qilib o'sha taraf edi. Keyin bitta xonadonni so'yib chiqdi, ikkinchi xonadonga so'yishga kirdi. Shunda bo'g'izladim qo'yni, bo'g'izlaganimdan keyin anaqa bo'ldi. Nasos urishga ochasiz, unda son tarafidan oyog'idan olib ochasiz. Bitta otsa qiz bola qo'ydi, qiz bola qo'yib, voy onasini emsam. Unda yoshimiz, dindan masalan tushuncha yo'q, sho'xligimiz bor. Shundan mashinadan undan oldingi so'yilgan qo'yni lampochkasi bor, ikkita lampochkasini olib qo'yni oldiga shunday tashlabni qo'y so'yurganman-da. Shu insonni oldiga borishga meni duxim yetmayapti. Uyini ham bilaman. Borib Maxim Gorkiyda uzr so'rab kelishim kerak. Iminda shu odamning haqqi menga o'tganda. Sog'liq qo'y yoniga shunday lampochka qo'yib so'yib olganman. Borishga shu paytgacha anaqa o'zimni xohish deydimi, ishonch deydimi topa olmayapman-da. Billa boradiganlar bo'lsa aytinglar, billa borib kelamiz yonimdan. Tayanch bo'lib turasizlar. Yana bitta qo'y so'rasa, yana bitta qo'y olib borib so'yib beraman shu odamga. Lekin mendan rozi bo'lsa bo'ldi. Qo'y aylansin shu odamdan. Bitta qo'y desalar, yo menga bo'lmadi, boshqa qo'y olib kelib so'yib bersalar, olib kelib boshqa bitta qo'y so'yib beraman. Shu inson. Mana joninglar sog' bo'lsin, ishinglarni rivojini bersam, sog' bo'linglar.